Har yili 1-dekabr butun dunyo bo'ylab AIDSga qarshi kurash kuni sifatida keng nishonlanmoqda. Bu sana mana Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litsey o'quvchilari uchun, jumladan butun respublikamizdagi yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, AIDS infeksiyasi haqida to'g'ri va aniq ma'lumot berish, xatarlardan ogohlantirish hamda jamiyatda bu masalaga nisbatan mas'uliyatni yanada oshirishga qaratilgan eng muhim bugun kundir.